Siz kruiz sayohati haqida eshitganmisiz? Unda videoni oxirigacha ko'ring, beriladigan ma'lumotlar sizni hayratlantirishi aniq. Kruiz sayohatini oddiy sayohatdan farqi, bitta borganingizda bir nechta davlat va shaharlarda bo'lasiz. Qanday qilib deysizmi? Sayohatni mana shunaqa katta laynerda qilasiz. Kruiz layneri sizga suzib yuruvchi mehmonxona vazifasini bajaradi. Layner har kuni kechqurun siz uxlagan paytingizda suzadi va ertalab yangi davlat, yangi shaharda uyg'onasiz. Layner ichida kayutangizga joylashasiz va u yerda mehmonxonada bor barcha sharoitlar yaratilgan. Siz bu yerda har kuni 20 soat ishlab turadigan shved stolida maza qilib ovqatlanasiz. Alohida restoran sizga bepul xizmat ko'rsatadi. Suv havzalarida maza qilib cho'milasiz. Yosh bolalilar uchun alohida bog'chalari ham bor va mutlaqo bepul. Har kuni turli xil shou tomoshalari ko'rib, maza qilib madaniy hordiq chiqarasiz. Layner suzishda davom etadi. Siz esa maza qilib layner ichidagi butiklardan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Doimiy sport bilan shug'ullanadiganlar uchun fitness zali mutlaqo bepul xizmat ko'rsatadi. Har kuni yangi davlat, yangi shaharga kelib to'xtaganda siz bemalol o'sha shaharni chiqib, chiroyli joylarini ekskursiya qilib kelasiz. Xullas, kruiz sayohati eng nozik tabiat insonlar uchun ham yoqadigan ertaknamo sayohat. Agar sizni ham mana shunaqa sayohatlarga qanday qilib oson va qulay narxlarda chiqish qiziqtirsa, sizga ushbu videoni yuborgan insonga murojaat qiling.